Assalomu alaykum qadrli mana obunachilarim hamda mana shu obuna bo'lmasdan kanallarimda, gruppalarimda hamda mana bu YouTube kanalda ko'radigan muxlislarim, ixlosmandlarim, hammanglar tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Ro'za kunlarida ibodatlar bilan kechalari qoyim, kunduz kunlari soyim bo'lib charchamasdan ro'zalarni o'tkazyapsizlarmi? Hozir men sizlarga yana bitta iltimosli murojaat bilan mana shu videoni sizlarni hukmingizga havola qilyapman. Men mana shu oxirgi 3 kun ichida sizlarni e'tiboringizga bir qancha shorts, ya'ni qisqa videolar bilan bir qatorda videolarimni ham tashlayapman, to'liq videolar. Bularda asosan o'zimning murojaatlarim bo'ldi. Mana shu oxirgi 3 kunda sizlarga o'sha qo'rqoq chumchuq yoki hadiksiriydigan ehtiyotkor chumchuq haqida bir hikoya to'qib gapirib berdim. Undan keyin sizlarga mana blogerlarni faoliyati to'g'risida, ularni faqatgina shu 6 xil negativniy, ya'ni jamiyatimiz uchun, insonlarni butun jamiyatdagi yoshlarni tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, jamiyatimiz rivojlanishiga, insonlarni tinchligiga, ularni kayfiyatlariga, ularni faoliyatlariga xalaqit qiladigan 6 xil salbiy holatdagi blogerlar haqida sizlarga gapirdim. Bular hammasidan xabaringlar bor. Hamda mana kecha o'sha Ibrohim alayhissalomning qissalari haqida, chumolini sho'tdagi, demak chumoli qissasi haqida sizlarga gapirdim. Buni hammasini sizlarga o'sha yerda podrobniy tushuntirganimda aytdimki, asosan mana shu kanallarimda, gruppalarimda hamda yaqinda 1 oy 4 kun oldin ochgan YouTube kanalimga obuna bo'lishinglar haqida mana shu 3 ta rivoyat. Kim ko'rmagan bo'lsa qaytadan ko'rishi mumkin. Gruppalarimda ham turibdi, Telegram gruppalarimda, Telegram kanalimda ham turibdi, hamda mana YouTube'da ham mana shu 3 ta meni murojaatim, 3 ta kichkina yozgan qissacham, demak sizlarni hukmingizga havola qilgan edim. Endi yana bitta sizlarga iltimos qilib murojaat qilayotganimki, mana shu Dangal dodani, otaxonni mana shu ijodi, faoliyati, endi aytishingiz mumkin, sizga kim qo'yibdi endi 400 dan ko'riz yaqin bo'lganda shu YouTube'ga chiqib o'tirib olib o'zingizcha blog. Men bloger bo'lmoqchi emasligim, bloger hali bo'lishga menga ancha qo'm pishig'i borligi to'g'risida gapirdim. Lekin yoshligimdan ijod bilan shug'ullanib kelganligim, rasmiy ravishda ijodkor, kasbiy ijodkor emasman, jurnalist yoki filolog yoki bo'lmasam tilchi sifatida emas. Meni kasbim umuman ulardan yiroq. O'zingizlar ko'pchilik tanishlar, podpischiklarim, hamkasblarim, do'stlarim, mahalladoshlarim hammanglar bilasizlar. Men o'zi asli kasbim qishloq xo'jaligi, chorvachilik yo'nalishida 20 yil faoliyat ko'rsatgan bo'lsam, oxirgi 18 yil pedagogika sohasida faoliyat ko'rsatib, yoshlarga maktab, kollej hamda akademik litseylarda dars berib 60 yoshimda pensiyaga chiqqanman. Lekin norasmiy, ya'ni shu o'zimdagi bo'lgan o'sha ozgina Alloh tomonidan berilgan o'sha ijodkorlik ruhim bilan men havaskor ijodkor sifatida, bu maqtanishga kirmasin, o'sha 6-sinflarimdan demak she'rlar yozgan bo'lsam,
demak mana bahor nafasi degan she'rim va bir qancha o'sha kitobga jamlanmagan she'riy to'plamlarim, mas'allarim, bular bilan hali sizlar bilan o'rtoqlashaman. Hayotim mobaynida hikoyalar, turli janrdagi demak masal janridagi hikoyalarim bir necha mahalliy matbuotlarda, gazeta, jurnallarda chop etilib kelgan. Bu ijodni inson o'zidan demak oxirgi nafasigacha ijodkorlik ruhini chiqarib tashlay olmaganligi uchun mana hozir men endi shu nima desam bo'larkin, hozir unaqa pismenniy yozuvdagi demak ijodga, gazeta, jurnallarga qiziqish kam bo'lganligi uchun o'zimni atrofga, muhitga, tabiatga, jamiyatga, turli hodisalar, voqeliklarga bo'lgan munosabatlarimni o'rtoqlashish uchun, ijod qilish uchun mana YouTube'da mana shu o'tgan yanvar oyini 24-chislosida YouTube kanalini ochdim. Mana hozir bir oy bir hafta bo'lgan bo'lsa, shunda mana hozir endi Xudoga shukr statistika bo'yicha prosmotrlarim mana hozir 15 mingdan oshdi. Ayrim videolarim juda tez tarqalyapti YouTube kanalida. Allohga beadad shukr. Shuning uchun meni aksariyat muxlislarim, meni taniydiganlarim, yaqinlarim, mana shu videolarimni ko'rib boradiganlar, meni fikrlarimni, munosabatlarimni eshitib boradiganlar asosan meni mana shu gruppalarimda, Telegram gruppalarimda, Telegram kanallarimda, ikkita Telegram kanalim bor, bitta katta Telegram gruppam bor. Undan tashqari mana aytganimdek bir oy oldin YouTube kanalida o'zimni mana shu blogimni ochdim. Mana shu umumiy ochilganni hammasida menda hozir 150 taga yaqin doimiy meni eshitadigan muxlislarim bo'lsa, mana lekin YouTube'da mana men bitta tashlagan qisqa videolarim ayrimlari 1000 dan oshiq, ayrimlari 2000. Mana shu 3 kun ichida ayrimlari mana bugun o'tgan kuni tashlaganim 670 bitta bo'ldi hozir. Bu degan so'z 670 bitta inson ko'rdi. Hammanglarga 1000 rahmat ko'rganlarga. Mana hattoki statistikada chiqib kelyapti, demak 87% O'zbekistonlik. Demak, odamlar ko'rgan buni YouTube kanallari orqali. YouTube faqat o'zini aytyapman. 6% Rossiya deb yozyapti, 3% Qirg'izistonlik. Mana shu YouTube'ni tomosha qiladiganlar ko'rishdi degan statistikalar meni albatta quvontiradi. O'shaning uchun sizlarga endi iltimos, shu meni YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, hech narsa yutqizmaysizlar. Men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim, sizlardan iltimos qilardim. Kecha aytganimdek ayrim odamlar aytishyaptiki, men like bosyapman, podpisatsiya bo'lganman deyishyapti. Qayerda bosyapsan? Desam, o'sha sizni gruppangizda. Gruppada uni qilish uchun men sizlarga osongina yo'lini o'rgatishimning sababi meni ko'proq meni tomosha qilayotganlar 35 yoshdan oshgan odamlar. Bu demak bu degan so'z 50-60 yosh. Mana men hozir 2 kam 70 ga kirdim. Yosh kattalar bor-ku, bu narsalarni masalan o'sha YouTube yoki boshqa gruppalardagi funksiyalarni bilmasliklari mumkin. Shuning uchun mana masalan gruppalarimda Telegramda tomosha qilayotgan odamlar mana shu telefoningizda birinchi videoni, o'sha meni videoyimni bosib qo'yasizlar. U YouTube'dan olib tashalgan bo'ladi. U efir ketayotganda, ya'ni jonli o'sha gapim ketayotganda yo tashlagan videoyimni tomosha qilayotganingizda o'chib o'tirmaslik kerak. Tomosha qilib turgan paytingizda tepada o'ng tarafda 3 ta nuqta turadi, ostima-ustma. Mana shu 3 ta nuqtani shundoq bossanglar, open in deydigan o'zbekchasida endi quyidagi ilovada degan bo'lishi mumkin o'zbekcha yozilganda, lekin ruschasida open in chiqadi. Open degani demak kirish,
in degani da yoki ruschasida v degani. Demak, open in 3 ta nuqta qo'yib qo'yadi u yog'iga. Open in Telegram bo'lishi mumkin, open in Instagram, open in YouTube bo'lishi mumkin. O'sha open in degani shundoq bossanglar, demak, sizlarga YouTube kanalimni chiqarib beradi. O'sha Telegramdagi o'sha gruppaga. Va o'sha yerda Furqat Nuriddin deb lotinchada yozilgan. Shuni shundoq bossanglar o'tasizlar. O'sha YouTube kanalidagi mani anaqamga, nima deydi, mani blogimga. Ana shu yerda podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. Yoki yana oddiy usuli YouTube'ga kirib, poisk, ya'ni o'sha qidirishga qo'yib, Furqat Nuriddinov deb lotinchada yozsanglar, mani YouTube kanalim chiqib keladi. Podpisatsiyani shundoq bosib qo'yinglar, obuna bo'lishni iltimos. Oldindan sizlarga ming rahmat.